Xo'p, chatga masalan biz ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu yerda chat ulanmagan, lekin chat ulangan bo'lsa mana bu yerda har bitta mijozimiz bilan bo'lgan dialoglarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda polni peripiskani olsa bo'ladi va bizda sun'iy intellekt ham bor. Mana sun'iy intellektning nastroykallarini ko'rishimiz mumkin. Bu 3-tarifimizda, biznes tarifida mavjud. Team tarifida bu ishlamaydi. Xo'p, bu yerni ham tanishib o'tsak, tak. Sun'iy intellekt qismiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda sun'iy intellektni chatda gaplashish imkoniyatlari bor. Ya'ni qanday? Faqat sun'iy intellekt gaplashishi mumkin Telegram chatda. Sun'iy intellekt va operator gaplashishi mumkin. Ya'ni bir nechta xabardan keyin yoki 3 ta yoki 4 ta xabardan keyin sun'iy intellekt ishni to'xtatadi va operator javob berishini kutadi. Buni qilishimiz mumkin. Yoki sun'iy intellekt o'chirib qo'yib, faqat operator ishlashi mumkin. Shunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Va mana bu yerda sun'iy intellektni GPT, ya'ni GPTni biz ulab API ключlarni olishimiz kerak bo'ladi shaxsiy akkauntdan. Bu haqida alohida video dars qilib YouTube'ga yoki darsga yuklab qo'yamiz, sizga taqdim etamiz. Shu darsni ko'rib, bu yerda API ключlarni kiritib qo'ysangiz va Visa kartani ulasangiz, o'sha siz to'laqonli GPTni ishlatishingiz mumkin va modelni tanlab ishlatasiz. Va bu yerda mana sistemli prompt bor. Bu yerda bazaviy prompt qo'yib qo'yganmiz rus tilida. Universal bo'lishi uchun siz buni GPT ga qo'yib tarjima qildirib, o'zingizga kerakli bo'lgan holatlarni tanlab bemalol moslashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda birinchi shablon masalan ko'rish mumkin mana. Xo'p, o'zingiz shablonni yuklashingiz ham mumkin. Mana выгрузить qilsangiz, masalan, bemalol shablon yozgan bo'lsangiz, shablonni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana peripiskani istoriyasini ko'rish, ma'lumotlar haqida informatsiya berish, oddiy. Mana fayllarni yuklash haqida vazifalar qo'yilgan. O'chirib qo'ysak, o'sha yuklangan fayllardan foydalanmaydi. Ya'ni mana bu yerdagi yuklangan fayldan foydalanishni xohlamasangiz o'chirib qo'yasiz. Foydalanishni xohlasangiz yoqib qo'yasiz. Va oxirgi har bitta xabarni deyapti, masalan, so'zlar sonini kiritishimiz mumkin. Masalan, 10 tadan oshmasin deb qo'yilgan. Va bu yerda mana 50 tagacha qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu GPTning javoblari qisqa va lo'nda bo'lishi uchun. Bir dunyo narsa yozib bo'lmaydi, qisqa javob berishi uchun. Ish vaqtlarini to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni ishlash vaqtini, sun'iy intellektni, masalan, deylik menejerlarimiz ish vaqti soat 5 dan tugasa, bu yerga masalan o'sha 5 dan ertalab soat 09:00 gacha masalan ish vaqtini belgilab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt o'sha soat 5 dan ishni boshlaydi va ertalab soat 9 ga ishni tugatadi degan. Endi bu yerda ключевой so'zlar kiritib qo'yilgan, ya'ni bularga ilm-qog'olar tegmasangizlar yaxshi bo'ladi. Agar o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangizlar, birinchi eslab qolib yoki alohida joyga olib qo'yib bu so'zlarni keyin yana qaytib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda 8 qo'yilgan, ya'ni deylik 8 mach qo'yilgan. 0 qo'yilsa umuman GPT javob bermaydi. 1 qo'ysa, masalan, kimdir salom desa, va alaykum assalom deydi. 2 qo'ysa, masalan, mijoz bizga assalomu alaykum, men sochimni bo'yattirmoqchiman deb yozsa, GPT va alaykum assalom deb keyin nima savol beradi yoki keyin qadam o'tkazish nimalardan savol beradi va mijoz javob beradi. Mijozga ikkinchi marta javob bersa, sun'iy intellekt shu bilan tugayadi, o'chadi. Dialoglar soni bu. Ya'ni mijoz bilan bo'ladigan dialoglar soni bu GPTning bergan javoblarini raqam hisoblanadi. Mana deylik 5 ta savolgacha javob beradi va shundan keyin o'chgin desak, masalan, o'sha 5 qo'ysak bo'ldi. 5 marta menejer bilan savol-javob qiladi va shu bilan o'chadi. Ba'ziviy salomlashuv xabarini yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, mijoz bizga birinchi assalomu alaykum desa, o'sha biz unga tayyor shablonni qo'yishimiz mumkin. Ish vaqtidan tashqari uchun esa mana bu xabarni yuborish, bu yerda xabar yozishimiz mumkin. Ya'ni ish vaqti tugagan, ish vaqti tugagandan keyin biz masalan ish vaqtimiz tugadi, uzr, sizga javob bera olmaymiz deb qo'yishingiz mumkin. Ya'ni GPTning ish vaqtini to'g'rilab qo'yasizlar. Ya'ni deylik 12 dan keyin GPT ham ishlamaydi. Chunki GPT 24 soat ishlasa, u Visa kartangizdan pul yechib olaveradi. Odamlar salom desa salom deb javob beradi, masalan. Shuni hisobga olib qo'yganmiz. Va hamma o'zgarishlarni tuzatib bo'lgach, saqlanib nastroy qilsangizlar, уже hammasi mana saqlanib bo'ladi. Xo'p, qisqacha tanishib o'tdik, chatga qaytamiz.
va chatda mana bu yerda xuddi Telegramga o'xshab har bitta peripiskani mijozni, raqam, nomi va oxirgi yozgan xabar ko'rinib turadi va bu yerda ustiga bossak dialog kelib chiqadi. Hozir ulanmagani uchun ko'rinmayapti.